Aynan men aytgan narxga menimcha arziydigan mashina topib qo'ydim. Salonda 28 ming atrofida sotilyapti, adashmasam. Yana bir ko'rib qo'yasizlar. Jetta VS 7si 5 bilan adashtirib qo'yish yo'q. Bu sal qimmatroq yuradigan mashina. Absolutni toza, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Eng qizig'i probegi ham 3400 km yurgan xolos. Daji 4000 km yurmagan mashina. Yili 2023-yil ekan. Lekin o'shandan bir turgan ekan mashina. Minishmagan ekan, ehtiyoj bo'lmagan ekan, sotib oryapmiz, ehtiyoj bo'lmagan uchun deyishyapti. Mashina ideal holatda. 3000 km yurgan mashina bilasizlar, yomon bo'lib ketmaydi. Mashinani saloniga e'tibor bering, hamma komforti bor. Elektropaket o'rindiqlari bor ekan, panoramalar bor ekan, multirollari bor ekan, беспроводной zaryadkalari bor ekan. Jettani bilasizlar, bu Volkswagen motor bo'ladi, nemis texnologiyasi bo'ladi. 1.4 motor. Shahar ichida adashmasam hozirgi kunda 7-8 tagacha maksimum rasxod qiladi. Rasxod bo'yicha unaqa juda katta rasxod ko'rmaydigan mashina. Narxini taxmin qildingizmi, yoqmadingizmi? Bitta like bosib turing. Narxi 3400 km yurganda siz uchun 25 mingga gaplashib qo'ydim. Bosib yuboradigan mashina. Bosib yuboring.